Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 2020 yılı 11. ayındaki 4. güne. Jaloliddin Suyuti rahmetullahi aleyhinki Tarihul Hulafa, Halifler Tarihi namlı kitabıdan okulayotgan dersimizin devamı. Jaloliddin Suyuti deydi o. Bu kitapta Ubeydillah, Fatimillah halifelerden ben sanımadım, yazmadım deydi. Bunun sebebi tövendikçe. Ubeydillah, Fatimillah degan kim o desek bu aynı vaqtida mı şu Eyyubi, Salahiddin Eyyubi'ninki zamanından burun şu Mısır'da hakimiyet tutkan Fatimillah sulalisi. Bunu Ubeydillah mı deymiz? Bular mı özüne şu devirde halife deb atagan. Bu Abbasilardan bular bölünüp çıkkan. Abbasilarning nurg'un zimmirlerini bular bölüp algan. Hem de şu vaqtdagi Abbasilarniki bularga kuchi yetmey, bular hali uzun mezgil devir sürgen hem de. Bunu ahırda Salahiddin Eyyubi yoktu. Bularning taxtini egallagan. Bularni hem de o'zi halife deb sanamapti Jaloliddin Suyuti. Nemishqa degan vaqtimizda ularning halifaligi to'g'ri emas. Bir necha nuqtadan. Birinchisi ular Quraysh emas. Cho'qim xalifa bo'lish uchun u vaqtida ya'ni Quraysh bo'lish kerak deb bu gapni Jaloliddin Suyuti ko'z qarashni yoqlagan. Uni avam xalq Fatimiylar deb ataydi. Fatimiylar degan Rasulullahning qizi Fatimaning nasibidan deb ataydi. Amaliyotda ular Fatimiylardan emas, ularning cho'ng dadasi Majusidir deydi. Ya'ni kofir odamdir deydi. Qozi Abdul Jabbar al-Basri degan olim shunday degan. Misr xalifalarining cho'ng dadasining ismi Said bo'lib, uning dadasi Salamiya viloyatida yoki Salamiya degan yurtda bir to'milchi Yahudi edi degan. Bu Salamiya degan shu Sham tarafdagi bir yurt. Ham Qozi Abu Bakr al-Baqillani bu ayni davrdagi eng cho'ng katta shu ilmi kalamchi olimlarniki biri. Bundaq degan. Qaddah degan Qaddah bo'lsa hozirgi Fatimilarning eng cho'ng dadasi Ubeydullahning cho'ng dadasi bo'lib, bu odam Majusi edi dedi. Bu Ubeydullah degan ashnu Qaddahning nevirsamda Mag'ribga Marokesh kirgan. Bu Hijriya 290ning oxirlari. Shu yerga kirib men o'zini Alavi deb atib olgan. Uni nasab olimlari buni bilmaydi. Bular Mag'ribga u vaqtda tonimagan, bilmagan. Shuning bilan buni avam xalq Fatimiylar deb atib olgan deydi. Hamda Ibn Xallikan degan mashhur tarixshunos olim shunday deydi. Ko'plagan ahli ilmlar Mahdi, bu Mahdi Ubeydullah deb ataganda o'zini shu vaqtida. Mahdi Ubeydullahning nasibini bu to'g'ri nasab emas deb qaraydi. Bu Misr xalifalarininki nasablari to'g'ri, ya'ni Fatimilardan emas demakchida. Hatto Misr xalifalaridan shu davrdagi Aziz ibn Muiz degan kishi o'zi xalifa bo'lib, ya'ni hokimiyatni qo'lga olgan kunsi juma kuni munbarga chiqibdi-da. Munbarga chiqib qarsa bir qog'ozda xat yozilgan. U she'r kanamda nazmi. O she'r mundaq yozilgan ekan. İnna sami'na nasaban munkiran yutla alal minbari fil jami'i. İn kunta fima tadda'i sadiqan fazkur aban ba'dal abis sabi'i. Ve in turid tahqiq ma qultahu fansub lana nafsaka katta'i'i. Ev la da'il ansaba masturatan vadkhul bina fin nasabil wasi'i. Fa inna ansaba Beni Haşim'in yaqsur anha tem'ut tami'i. Demek bu şiirninki umum mezmuni şu munberlerde okulayotgan, deyilayotgan, munberde xutbada şu nasabni o'qiydi-ku atas ko'pincha. Bu okulayotgan bu nasab xato, yolg'on nasab. Agar sen rost bo'lsang gapingda, bu 7-bovangdan keyingi bovangni bizga sanab bergin deb yozilgan she'rga. Buningda agar sen degan gaping rost bo'lsa, bizga chiroyliqcha nasibingni chiroyli sanab ko'rsat. Agar nasibing yolg'on bo'lsa, sen bu quruq gapni qo'yib, xalqqa o'xshash, nasibingni
uçuq avam xalqda yaşa. Bu Bani Hashimniki nasibi, endi payg'ambarimizning jamoatiniki nasibi, kelgan adam uni sanab o'ziga tava qilib oldigan bundaq bir nasab emas deb bu she'r maxfiy odamlar tarafidan yezilib qo'yib qo'ygan she'r ekanda shuni qilgan vaqtida. Demak bu Ibn Xaldun bu she'rni keltirish orqali bu Misr xalifalarining nasibi Fatimiylar yoki Bani Hashim jamoatidan emas demakchi. Bu aziz yana shu Misrning shu vaqt xalifasi Andalus, bugungi Ispaniya. Andalusning shu vaqtdagi amiri, Umayyi amiriga xat yozgan ekan. Xat yozib bu Umayyi amirni satkab bilan tillab xat yozib qilgandan keyin bu Umayyi amiri bunga javoban mundaq yozibdi. Aziz, sen bizni bilgachga bizni hajv qilib tillabsan. Agar biz seni bilsak, biz sana javob beradiq deb. Sen bilmaymiz-a nasibing seniki noma'lum deb. Bu gap azizga ig'ir kelib, o'zing javob berishdan to'xtagan dedi. Demak, buniki qabilasini bilgil bo'lmaydigan bir jamoat bo'lg'achqa, bu Ubaydullah Fatimilarniki xilofat davrini, xilofat zamoni deb atamagan hamda so'ydi. İmam Zahabi rahmetullahi aleyhinki deyişçe bütün muhakkik alimler Ubaydullah Mehdi'ni Alevi emas, yani Ali ibn Abu Talib cemaatidin emas deb ittifaq kelgan. Hatta bunun nevrisi Muayyiz deydi. Muayyiz degan şu Ubaydullah Fatimi'ninki Misrdagi bir xalifalardan birida hamda shu Qayrani qurganim shular. İbn Tabatapad Alevi degan olim bunun nasibidan so'rabdi. Nasabini bir sanab bir bagin desa, shunda qilichini g'ilabdan yerim chiqarib, mening nasibim qilich degan ekan. Shuning bilan shu o'tag'an amir vuzura kelganligiga pulni chechib, mening nasibim qilich, mening hurmatim mol dunyo degan ekan. Demak, bu eng to'g'ri deyilgan, bir keskin deyilgan gaplardan biri shu. Undan boshqa yana bu Fatimilar xalifasining tarixini ko'rgizmaslikdagi sabablardan bular ko'pinchisi bu Misr Fatimilar sulolasiga xalifalar kafir. Bular islomdan chiqib ketgan zindiq odamlar. Hatto bularning ichida payg'ambarlarni tillaydiganlar va bularning ichida haroqni halol deydiganlar va bularning ichida menga sajda qilsin deb boshqalarni sajda qilish buyuradiganlar va ularning eng yaxshisi sahabalarni tillaydigini eng Xudoning hurmatlisi lekin ma'lum darajada sahabalarni tillaydigini eng yaxshisi deydi. Bu mu yaxshi emas odatda? Aşının işittiği en töverek makamdakileri sahabalarni tillaydigan. Bunda adamlarga bayat qilish durus emas. Bunda adamlarning xalifa bo'lishi durus emas. Shuning uchun men Fatimilarniki xilofatini hisob qilmadim deydi. Qazi Abu Bakr al-Baqillani degan olim yana mundaq degan. Mahdi Ubaydullah nachar batini odam edi deydi. Batini degan shu Rafizilarniki bir xil qabih bo'lgan bir toiflarniki biri. Onun ustiga islom millatini yo'qotish uchun kurash qilgan hayotida. Nurg'un ulamolar, nurg'un faqihlarni yo'qotgan. Xaloyiqlarni oldash uchun nurg'un ig'vogarchiliklarni qilgan deydi. Hatto uning bolalari shu dodistak qilmishlarni qilgan. Aroqni, kayf safa, nashayan ishlarni bular halol sanagan. Hatta rafizilikni keng ko'lamda taqatgan dedi. İmam Zahabi rahmetullahi alayhi Al-Qaim Mahdi, bu Qaim degan shu an hurmat nomi shu Misr xalifalariniki. Bu dadistimon nachar edi dedi. Bu mal'un ziddiq edi. Bu hatta payg'ambarlarni ochiq oshkor tilgan dedi Misrda. Ya Allah, ya Allah. İmam Zahabi yana mundaq deydi. Ubaydilar, Fatimilar musulmonlarga nisbatan Tatar Mo'g'ullardanmi bularning xatiri nihoyat yomon edi deb atagan. Qaragan. Abul Hasan Al-Qabisi degan olim shundaq degan ekan. Ubaydullah Mahdi va uning bolalari o'ltirgan ulamolar, obidlar 4000 dan
Açıdı. Bularning hemmisini sen sahabalarga raziyallahu anhum demeyse sahabalarni, yani sahabalardan bir memnunluk tilet demeyse dep, yani sahabalarni yatıllaşqa yoki sahabalarni raziyallahu anhum demeslikka ündep talep qilgan, bular rad qilgan. Mushta ulamalardan tömen o'tgan deydi. Ular hammasi o'limni tanlagan deydi. Bo'ldi biz o'laylik deb sahabalarga razılık tilmeslikten yanğanda. Maşallah. O rafizi bolsa o boptu deyle, lekin o kafir zindiq de ondan başqa deydi. Bu şu devrdeki ulamalarning ki, şu Fatimilarga bergan turli baholar hamda. Qazi Iyaz degan Maliki mezhebinki dağınıq alimi, bu adam hozirgi bugunki İspaniyaniki Sibta degan yerda tug'ilgan alim. Bu alim shundoq degan. Abu Muhammed Qayruvan el-Karrani bu adamı Maliki ulamalardan bulup sual soralgan ekan bu adamdan. Endi Misr Fatimilari yoki Ubaydiylar bir adamni shu o'zining Rafizi mezhebiga ya shu Shia mezhebiga kirishga majburlabdi. Qanday qiladi? O'limni tanlamdi yoki yolg'ondan kiramdi desa, yo'q, o'limni tanlaydi. Bunun özürü yok. Çokum ölüş gerek bu yolda. Dep şuna fatva bergan ekan. Lekin bilmey kirib qolgan adam uning o'xshamaydi deslabdi-da. Dep shu javobni bergan deydi. Ammo ularning mohiyatini haqiqatan bilgandan keyin çokum qitish vojib. Tark etish kerak-da jutni. U vaqtida bu odamningki u yerda turib hech bir odamdan qo'rqishi bu özür bulanmaydı. Yani günahkar bulur demekçi de. İslam şeriatini ölçemekçi bo'lgan bir kishilarning qatorida yurish bu durust emas deb fatvo bergan ekan. Ammo bir qism hamda faqihlar shu davrda shu Ubaydillarning zamonasida yashagan ulamalar bor, masalan nurg'un ulamalar. Ular nima ish yerda tug'an desa, ular shu yerda robro shu xaliflarga qarshi chiqish ma'lum darajada islomniki ko'z qarashlarini, prinsiplarini saqlab qolish uchun turib qolgan. Yani musulmonlarga shu dinni ta'limotni o'rgatish uchun musulmonlarni dindan qaytarib, yondirib, o'zining aqidasiga akrivolmasin uchun shular shu yerda turib, dinni saqlab qolish uchun ma'lum o'zining kuchining yetishicha xizmat qilish uchun turgan deydi. Hem de Yusuf Ruayni degan olimi shunaq degan ekan. Qayrovanning butun ulamolari ittifoq qildi. Qayrovan degan hozirgi shu Tunis yoki Marokash taraf qo'yaymi. Shu yerdagi butun ulamolar hammasi ijmo qilgan deydi. Bani Ubayd, ya'ni Ubaydiylar, Fatimiylar murtad zindiqlardir. Chunki bular shariatning qarshisini kishilarga tangadi, shuni izhor qilishdi deb shu javobni bergan. İbn Xallikan degan olim shunaq deganki, ular hatto o'zini g'aybni bilamiz deb g'aybiy ilmni da'vo qilishadi deydi. Bularning bu vaqtdagi xabarlar noat mashhur. Hatto Aziz deydi, bir kuni munbarga chiqib, Aziz degan shu Fatimilarniki xalifasida, Aziz munbarga chiqib, munbarda bir qog'ozni uchirtibdi yana. Yani şu vaqtning odamlari naqadar bundan qo'rqqanligini bilib turdi, o'shqashkar gap qilolmay, hatto qarish holatda shu qog'oz yozib avatganda, bu qog'oz mundaq bir she'r yozilgan ekan. Biz zulmi vel jawri qad razina ve laysa bil kufri vel hamaqa. In kunta u'tita ilma g'aybin faqul lana katibil bitaqa. Zulm qilding, bo'pti dedik. Ammo biz kufrga, bu hamoqatga biz rozi emas. Agar sen g'aybni bilsang, ma xatni kim yozdi bizga deb baqana degan xatga. Shu xat uchragan deydi. Hatta şu Misrlik bir ayol bir qissini yozib chiqqanda shuningda. Yani Yahudlarni Minsha bilan aziz qilgan. Minsha degan shu vaqtdagi Fatimilar Shamga qo'ygan bir vali hamda. Musulmonlarni qo'ymay, hatto Yahudlardan vali qo'yganda. Nasaraları İbn Nesr bilan aziz qilgan. İbn Nesr degan shu vaqtdagi Misrdagi bir vali hamda.
sen orqali musulmonlarni xor qilgan Alloh bilan qasamki, bilsang mening ishim qarab boqmamsa, men kim o bilmamsa deb, ya'ni g'aybni da'vo qilsang mening kimligimni deb boq deb mushta degan. Chunki bu Şamga bu Yahudi minshani vali qilgan, Ibn Nesturun xristiyanni Misrga vali qilgan edi. Endi bu Ubaydillah xalifasini men xalifa deb sanamasligimning yana bir sabablaridan bu Abbasiylar xilofasi bu vaqtida ularga bayat qilish bu durust emas. Bir de vaqtda ikki xalifaga bayat qilish durust bo'lmaydi. To'g'risi Abbasiylar xalifasi haqiqiy xalifadir. Ondan başqa yana bularni xalifa deb sanamasligimning sabablaridan bu haqda hadislar bor deydi. Bani Abbas qadar, yani Abbasning o'g'li demoqchida, shu payg'ambar jamiyatiga qadar yetgan qadar bu to'g'riliq hadislar bor deydi. Bu ish ne deydi? Bu xilofatni Hazrat Isoga yoki Mahdiga tashlab topshirib berganga qadar bu Bani Abbasdan bu ish ketmaydi, yani xilofat yo'qolmaydi deb mushta hadis bor deb qaragan. Yani belki bu hadis zayıf bo'lishi mumkin. Agar bu hadis sahih bo'lgan bo'lsa, bu Bani Abbasdan ketmaydi. Bani Abbasdan ketgan uzun zaman bo'lib ketdi. Hamda o'zini xilofat deb atagan adam bu Abbasiylar xalifasi bor turib, bu to'polonchi xavarij bo'ladi, qarshi chiqish bo'ladi deb qaragan. Bu Jaloliddin Suyuti'ninki o'zining qarashi. Shuning uchun shu sabablar tufaylidan mayli Ubaydillah xalifasi bo'lsin, mayli ulardan boshqa xavarijlar bo'lsin, ma'lum davrda o'zini xalifa deb atagan, bularni bu kitobga kirgizmadi. Faqat musulmonlar o'rtaq ittifoq kelib buni xalifa deb saylagan, bayat qilgan xalifaning ham tarjimonini yozib chiqdim dedi. Kitobning beshida muhim bir foydali taraflar bo'lgan ma'lum bir boblarni tanishtirib o'tdim va undan boshqa xilma-xil hadislarni, ajoyib g'aroyib qissalarni tanishtirib o'tdim. Buning hammasi İmam Zahibi rahmetullah aleyhinki Tarihul İslam namlı kitabından qisqartirilgan. Biz foydalanishda shu İmam Zahibi'den ayetde zor foydalandik. Bu adamga apirin demekçi ahirda. Vallahul musta'an. Sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.